Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli teletomoshabinlar, aziz muxlislar, sizlar bilan mana shunday fayzli lahzalarda Ziyo Media Markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ramazon tuhfasi dasturida diydor ko'rishib turganimizdan behad xursandmiz. Azizlar, bugungi suhbatimiz saxovat, birdamlik va bag'rikenglik mavsumi sanalmish Ramazoni Sharif bilan hamohang mavzuda bo'ladi. Ya'ni xolis ihsonning mukofoti to'g'risida so'z yuritamiz. Ushbu mavzuda kengroq va batafsilroq suhbatlashish, bu boradagi bilim va ma'rifatimizni yanada orttirish maqsadida studiyamizga O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari, taniqli ahli ilm ustozlarimizdan Zayniddin domla Eshonqulovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustoz, studiyamizda siz bilan ko'rishib turganimizdan behad mamnunmiz. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ziyo studiyasi jamiyatimizda ziyo taratish, ilmi ma'rifatni rivojlantirishga qilayotgan xizmatlaringizni Alloh taolo o'zi mukofotlasin, Alloh madadkor bo'lsin. Rahmat ustoz, ezgu tilaklar uchun. Ilk savolimiz bugungi mavzuyimiz bilan bog'liq. Xolis ihsonning mukofoti haqida suhbatlashar ekanmiz. O'zi umuman ihson deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Ya'ni mana shu so'zning lug'aviy va istilohiy ma'nolari nimalardan iborat ustoz? Suhbatimizni shundan boshlab bersangiz, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ihson deganni endi lug'aviy tarjima qiladigan bo'lsak, bu hasanun, o'ta katta bir yaxshilik degan ma'noni anglatadi. Jamiki nimaiki yaxshilik bo'lsa, ezgulik bo'lsa, mana shuni ihson deb tushunsak bo'ladi. Demak, bu ihsonni yana bir tarbiyaviy ahamiyati ham bor-da. Jabroil alayhissalomning hadislari degan mashhur bir hadis bor-ku, Hazrati Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadilar-ki, bir kuni biz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan o'tirganimizda, u zotning huzurlariga nurli bir inson kirib keldi. Kiyimlari oppoq, soch soqollari qop-qora, fayzli bir inson kirib keldi-da, payg'ambar alayhissalatu vassalamning ro'paralariga shunaqa bir yaqin o'tirdiki, tizzalari muborak tizzalariga tegib turdi. Ana qo'llarini tizzalariga qo'yib, keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan bir nechta savollarni so'radi. Birinchi so'ragani aytdiki, "Axbirni anil iymon", iymondan xabar bering deganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iymonning shartlarini sanab o'tdilar. Ya'ni Allohga iymon keltirish, uning maloikalariga, farishtalarga iymon keltirish, uning kitoblariga, payg'ambarlarga iymon keltirish va bir kun kelib bu dunyo hayoti oxiriga yetishiga, qiyomat qoyim bo'lishiga iymon keltirmoq va insonni taqdiridagi yaxshilik ham yomonlik ham Allohning izni bilan amalga oshishi to'g'risidagi xabarni berganlarida "Axbirni anil islom" dedi. Islomdan xabar bering dedi. Shunda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom islomning 5 ta ustunini zikr qildilar. Allohning yakka yolg'iz ekanligini, ya'ni Allohning yakka yagona ekanligiga, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Allohning payg'ambari va rasuli ekanligiga guvohlik berishini aytdilar. Ikkinchisi 5 mahal namozni qoyim qilishligini aytdilar. Uchinchisi Ramazon ro'zasini tutishligini aytdilar. To'rtinchisi o'sha zakot ibodati to'g'risida tushuncha berdilar. Va beshinchisi Alloh qodir qilsa hajga borishligini aytdilar. Keyin boyagi inson ihson to'g'risida so'radi. Shunda payg'ambar alayhissalatu vassalam ihsonni anta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson degani dedilar, Allohni ko'rib turganday ibodat qilishing. Garchi Allohni ko'ra olmasang-da, Alloh seni ko'rib turganini his qilib turishing dedilar. Bu degani Allohni doimo ko'rib turganday hayot kechirish. Garchi Allohni ko'ra olmasak-da, Allohni biz ko'ra olmaymiz. Alloh bizni ko'rib turganini unutmay hayot kechirishimiz, bandaligimizni qilishimiz degan ma'noda. Ana ihsonni bu ma'nosi ham bor ekan. Insonni aytaylik sog'lom turmush tarzi, halol pokiza hayot kechirishi, birovning haqqiga xiyonat qilmasligi, oila parvari bo'lishi, qo'ni-qo'shnilar bilan yaxshi munosabatda bo'lishi, boringki komil bir insonning hayot tarzini kechirishi, mana buni ham ihson deb aytilar ekan. Endi biz ko'pincha ihson deb ta'rif berayotgan ishimiz ham bor. Ya'ni bu xayriya. Islom dinimizda darajalar bor-da. Bir darajasi farz.
qilishimiz shart, qilmasak bo'lmaydi, gunohkor bo'lamiz. U zakot masalasi. Aynan Ramazon oyida ko'pchilik zakotini chiqaradi. Chunki bu oyda qilingan bir ishga 70 karra savob ziyoda bo'ladi-da. O'zbekiston musulmonlar idorasi har yil nisobini belgilab beradi-ku. Mana bu yilgi nisob 61 million 200 ming so'mda belgilandi. Demak 61 million 200 ming so'm mablag'i bo'lgan va mana shu mablag'ga bir yil to'lgan va o'suvchi mablag' egasi bo'lgan. Mayli o'sha mablag'ning hisobidagi moli mulki bo'lsin, tijorat ashyolari bo'lsin, hammasini hisoblab shuni 40 dan birini jamiyatimizdagi zakot olishga mustahiq bo'lgan zakot oluvchilarga beriladi bu. Kambag'allarga, nochorlarga, beva bechoralarga, yo'lovchi musofirlarga hammasini o'zini o'rni bor-da. Aynan Ramazon oyi shunaqa bir ihson qiladigan, zakot beradigan oyimiz. Undan tashqari ixtiyoriy ihsonlar bor. Zakotga nisobi yetmaydi-yu, lekin ihson qilish xohishi bor, ihson qilish imkoniyati bor. Mayli ko'p bo'lmasin, oz bo'lsin, o'zining imkoniyatidan kelib chiqib xayr ihson qilib ketadiganlarni ham aynan o'sha ihson deb ataladi. O'sha ihson qilishlikda xolislik kerak-da, birovga aziyat bermaslik kerak, yoki xo'ja ko'rsin, yo birov eshitsin, birov maqtasin, odamlar bir ko'rib qo'ysa, meni ihson qilayotganimni degan fikrlardan uzoq bo'lish kerak. Alloh subhanahu va taolo shunga urg'u berib, o'zi kalomida aytadiki, astag'firullah, allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim va la khawfun 'alayhim va la hum yahzanun. Ya'ni Alloh taolo maqtab aytayapti. Shunday bir bandalarki, ular Allohning yo'liga, ya'ni xolis ihson qilsalar, undan keyin ular uni orqasidan birovga aziyat bermaydilar. Ya'ni kamsitmaydilar, minnat qilmaydilar. Ana o'shalarning ihsonlari Allohning dargohiga qabul bo'ladi va ular uchun chegaralanmagan ajr savoblar bor va ular qiyomat kunida hamma tashvishlanib qolgan kunda tashvishlanmaydilar, g'am g'ussada qolmaydilar deb Alloh marhamat qilyapti-da. Ana shunday bo'lgandan keyin biz ihsonimizni qilishimizdan oldin o'z niyatimizni yaxshi qilib olishimiz kerak. Men Allohning rizoligi uchun, xolisona bir yaxshilik savob bo'lishligi uchun shu qo'shnimga yaxshilik qilyapman yoki men shu bemorga tuzalib ketishligi uchun xolisona bir yordam qilyapman yoki mana bu talaba yaxshi o'qishligi uchun bir shartnoma pulini to'lab beryapman degan ma'noda ihson qiladigan bo'lsa, ana u tom ma'nodagi ihson bo'ladi-da. Hozir ko'pincha biz ihson qilamiz, lekin adashib qolamiz-da. Adashib qolishimiz, yaqinda mana qo'shnim ihson qildi, meniki undan ham ziyodroq bo'lsin. Menikini aytaylik bitta taom ko'proq bo'lsin yoki somsalari bir yaxshi sifatli bo'lsin degan ma'noda ihson qilamiz. Yoki aytaylik o'sha mablag' ko'rinishdami, oziq-ovqat ko'rinishdami, kimlargadir, nimalardir ulashadigan bo'lsak, uni ko'z-ko'z qilib, ijtimoiy tarmoqlarda uni yoritib yoki uni kimlardir eshitsin, kimlardir ko'rsin degan niyatda bo'lib qolishligimiz bu o'sha ihsonimizga putur yetib qoladi. Mayli ibrat uchun bo'lsa mayli. Boshqalar ham shunga qarab ularni ham vijdoni uyg'onsin. Ular ham yaxshilik yo'lida musobaqalashsin degan maqsadda bo'ladigan bo'lsa, u boshqa gap. Lekin iloji boricha mana shu qilayotgan xizmatlarimiz, ihsonlarimiz hammasi samimiy, chin qalbimizdan, chin aytaylik o'sha saxovat qo'limizdan, riyodan, sum'adan xoli bo'ladigan bo'lsa, odamlar bilib qo'ysin, eshitib qo'ysin, ko'rib qo'ysin degan maqsaddan yiroq bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri bo'ladi inshaalloh. Sizni so'zlaringizni tinglab turib, dinimizda xayr ihsonga, yaxshilik qilishga, ezgulik qilishga ko'p targ'ib qilinganini anglayapmiz-da. Lekin insonning qalbidan ozgina qizg'anchiqlik o'tadi. Ya'ni berayotganida, xayr ihson qilayotganida, qo'li ochiqlik qilishida ozgina qizg'anchiqlik o'tadi. Ammo dinimiz manbalarini o'qib o'rganadigan bo'lsak, xayr ihson qilgan inson oluvchidan ko'ra ko'proq foydaga ega bo'lish haqida so'z ketadi. Shuni izohlab bersangiz, qanday qilib inson xayr ihson qilish orqali oluvchidan ko'ra o'zi ko'proq manfaat oladi? Darhaqiqat uning uchun inonish kerak, ishonish kerak. Biz nimadan ihson qilamiz? Alloh bergan rizqi nasibamizdan ihson qilamiz-da. U bizda yo'q edi-ku, uni Alloh berdi-ku.
Bizga shuni bergan Alloh aytayaptiki, banda, men senga berdim, sen ham bergin, men senikini o'rnini to'ldiraman deyapti-da. U juda ko'p joylarda keladiki, astagfirullah va anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut fayaqula robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq va akun minas solihin. Sadaqallohul azim. Ya'ni Parvardigor aytayaptiki, o'sha ajalinglar yetmasdan oldin, o'lim kelmasdan oldin infoq qilib qo'yinglar bandalarim, men sizlarga bergan rizqimni infoq qilinglar. Toyingkim qaysi birlaringni bu dunyodagi hayotlaring nihoyasiga yetayotgan bir pallada, o'lim to'shagida yotganlaringizda, ey Alloh, shu ajalimni biroz kechiktirsang, o'zingni xolis yaxshi bandalaringni qatoriga qo'shilib qolsaydim degan bir dard bo'lib qolmasinki degan ma'noda ogohlantiryapti-da. Dar haqiqat payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vasallamning ham hadislarda shu ma'no ifoda etilgan. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar qabrdagi odamlarga imkoniyat berilib, bir kun bo'lsa-da hayotlarga qaytarilganlarida edi, ular chiqiboq ihson sadaqat qilishga kirishib ketardilar deya marhamat qilganlar-da. Mana shulardan kelib chiqib, demak bizni o'zi hayotimiz amonat, jonimiz amonat. Bugun imkoniyatimiz bormi, uni kechiktirmaylik. Bugun sharoitimiz bormi, ertaga qoldirmaylik. Bugun mana shu yaxshiliklarni qilib ulgurib qolaylik axir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu borada bizga o'zi katta bir namuna-ku. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning xonadonlaridagi bir holat rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xonadonlarida qurbonlik qilinganida, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qurbon hayitini o'qib keldilarda, Oysha onamizdan so'radilar, qurbonlik qildinglarmi? Ha, qildik. Qanchasi qoldi? Qanchasini tarqatib yubordinglar? U kishi aytdilarki, shu qo'lini yaxshi ko'rasiz deb shu qo'lini olib qoldik. Qolganini ketdi hammasi deb aytdilar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, o'sha ketgani bizniki aslida. Mana bu qolgani bizniki emas. Ya'ni o'sha oxiratga savobni zahira qilib qo'ydik degan ma'noni aytgan ekanlar-da. Shunday bo'lgandan keyin ihson qiluvchilar hech ikkilanmasdan Alloh subhanahu va taolo meni shu imkoniyatga ega qilib qo'yibdimi? Alloh menga ahsinu kama ahsanallohu ilaykum. Bandam, Alloh sizlarga ihson yaxshilik qilgani kabi sen ham o'zgalarga ihson yaxshilik qil deb qo'yibdimi? Demak, men Alloh aytgani uchun shu ihsonni qilaman, yordam qilaman. Alloh taolo o'zi meni siylaydi, ziyoda qilib beradi degan ichimizdan ishonishimiz kerak, inonishimiz kerak. Va ihson qilgan odam uni lazzatini biladi. Birovga yordam qilgan odam uni rohatini biladi-da. Bir muhtoj odamga ozgina yordam qilib ko'raylik-da, qanchalik rohatlanamiz. O'sha odam mamnun bo'lib bizning haqqimizga qilgan duolardan ko'ngillarimiz tog'day ko'tarilib ketadi-da. Vaholanki biz o'sha qilayotgan ihson va sadaqat va yaxshiliklarimizdan juda ko'p miqdorini har xil joylarga isrof qilib qo'yganmiz. To'g'ri kelgan, to'g'ri kelmagan joylarga ishlatib qo'yganmiz. Ana shu isroflarimizni qisqartirib, bir ozginasini shunaqa bir yaxshiliklarga, jamiyatimizning muhtoj odamlarga uni infoq qiladigan bo'lsak, yaqindan ko'maklashadigan bo'lsak, buni lazzati boshqacha bo'ladi inshaalloh. Bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarimizda savol tug'ilishi mumkin. Mana Ramazon oyida turibmiz, mehr, shafqat, xayr, saxovat jo'sh uradigan pallada turibmiz. Kimga ko'proq yaxshilik qilsak, yanada ko'proq ajr olamiz? Kimdan boshlashimiz kerak degan ma'noda savol tug'ilishi mumkin. Mana shu savolga javob berib ketsangiz. Bu savolga Alloh subhanahu va taoloning o'zi javob berib qo'ygan. Kalomi sharifida aytadiki, avval o'sha yaqinlaringizdan boshlang deydi. Yaqinlarimizdan boshlashimiz. Biz o'ylab ko'raylik, qani qavm qarindoshlarimiz ichida muhtojlar bormi? Bor. Zakot berish masalasida biz ota-onamizga, farzandlarimizga, o'zimizdan yuqori bo'lgan ajdodlarimiz bizdan keyin keladigan zurriyotlarimizga bera olmaymiz. Chunki ularni har doimgi ta'minoti o'z zimmamizdagi vazifamiz. Ammo uzoqroq qarindoshlarimizni ichida ham aytaylik muhtojlar bormi? Bor, hammanikida ham. Ana o'shalarning hollaridan xabar olaylik bugun. Yaqin qo'shnilarimizdan xabardor bo'laylik bugun. Aytaylik, hamkasblarimizning ichida shunaqa bir muhtojlari yoki qarzdorlar yo bemorlar bormi? Ana o'shalarga ihson qilaylik.
ham qarindoshchilik rishtalarini bog'lagan bo'lamiz, ham o'sha ihson qilganimiz savob bo'ladi. Qo'shnimizga yordam qiladigan bo'lsak, qo'shnichilik haqqini ado etganimiz bir savob. Ikkinchidan yordam qilganimiz bir savob. Yoki ham kasblarimizni o'rtasidagi munosabatlarimizni yaxshilaganimizga bir savob bo'ladi va ularning hollaridan xabar olganimizga ham bir savob bo'ladi. Shu yaqinlarimizdan boshlashimiz kerak. Ana undan keyin aytaylik boshqalarga ulashadigan bo'lsak, hammasi inshaalloh bu Allohning huzurida savobli amallardan hisoblanadi. Hattoki boshqa millat vakillari bo'lsa ham, boshqa din vakillari bo'lsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ihson qilishlikka bizni targ'ib qilganlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning eng yaqin sahobalaridan Hazrat Umar ibn al-Hattobning o'g'illari Ibn Umar radhiyallohu anhuning holatlarini bilamiz-ku. Qo'y so'ydirayotganlar, qassobga ketma-ket qo'shnimiz Yahudi qo'shnimiz qolib ketmasin, o'sha qo'shnimiz esdan chiqib qolmasin deb necha marta tayinladilar. Qassob ham hayron qolib, "Ey hazrat, nega buncha o'sha odamni tayinlayapsiz?" deganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga shuni tavsiya qilganlar. Bizga buyurganlar, qo'shnilaring boshqa millat vakili bo'lsa ham, boshqa din vakili bo'lsa ham unda qo'shnichilik haqqi bor deganlar. Shuning uchun men kuyunyapman-da deb javob qilgan ekanlar. Bugun bizning hayotimizda ham mana shu narsa zarur. Bugun O'zbekistonimiz ko'p millatli xalqimiz. O'zbekistonimiz aytaylik boshqa din vakillaridan iborat bo'lgan O'zbekiston aholisi ham bor. Ularga ham qo'limizdan kelsa yordam qilaverishimiz kerak. Shunda inshaalloh ihsonlarimiz xolis bo'ladi va buni ajr mukofoti yuksak bo'ladi. Rahmat ustoz, bir kishi savol bergandi yaqinda. Bir inson o'z holicha qo'lida bor ozgina bo'lsa ham mablag'ini xayr ihson qilsa-yu, yana bir inson juda ham bir katta mablag'ni xayr ihson qilsa, qaysi biriniki a'loroq, yaxshiroq bo'ladi yoki ajrda ikkalasi ham teng bo'la oladimi degan ma'noda. Mana shu savolga ham aniqlik kiritib ketsangiz. Bu savolga ham payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallamning o'zlari javob berib qo'yganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ham o'sha ihson qilish imkoniyati bo'lmagan sahobalar so'rashgan ekanda, "Ya Rasululloh, bu mol mulk egalari, boy odamlar hamma ajrni olib ketyaptilar-ku. Nega unaqa deyapsizlar?" deganda, "Bular biz kabi namoz o'qiydilar, biz kabi roza tutadilar, biz kabi ibodat qiladilar-u, lekin Alloh bergan imkoniyatdan xayr saxovatlarni qilib savoblarni ko'paytirib olyaptilar-ku" deb so'rashdi. Shunda Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, hamma o'zining imkoniyatidan kelib chiqib qiladi. Kimnidir imkoniyati keng bo'ladigan bo'lsa ko'proq qiladi. Kimnidir imkoniyati kamroq bo'lsa o'sha imkoniyatdan kelib chiqadi. Hamma gap niyatiga, uni karamiga, xolislikka. Aytaylik hech narsasi yo ihson qila olmaydi. Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam namozdan keyin 33 marta subhanalloh deylar, 33 marta alhamdulillah deylar, 33 marta Allohu akbar deb aytinglar. Ana shunda ham o'sha ihson qilganlarning savobi beriladi. Mayli imkoniyati kengroqlar, saxovatli boylar, ular har qancha ihson qilsalar ham tasanno, Alloh ajrini bersin. Va mana shunaqa odamlar bugun jamiyatimizda ham bor. Bugun davlat darajasida ijtimoiy ko'mak milliy agentligi tashkil qilindi. Ana shu tashkilot boshchiligida ham bugun yurtimizda juda ko'p xayrli ishlar amalga oshirilyapti. Bugun nogironlarga yaqindan ko'mak ko'rsatilyapti. Uy-joy yo'qlar, ya'ni boquvchisi yo'qotgan, uy-joyga muhtoj bo'lgan oilalarga tadbirkorlarimiz ishtirokida ularga uy-joylar qilib berilyapti. Sog'ligi, salomatligini tiklashga yaqindan yordam ko'rsatilyapti. O'quvchilarga yaqindan yordam ko'rsatilyapti. Alhamdulillah, bunaqa saxovat, xayriya bor joylarda Alloh taolo turli ofat balolardan o'z panohida asraydi va berayotgan barakasini ziyoda qilib beradi-da. Muhtaram ustoz, avvalambor bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi mavzuyimizga xulosa qilib bersangiz. Xulosa qiladigan bo'lsak, biz shunaqa bir oydamizki, bu oyda har qancha xayriya, saxovat qiladigan bo'lsak, savobi bir necha karra ziyoda va o'rni ham ziyodasi bilan to'ladigan bir oyda turibmiz. Bu oyni fursatini g'animat bilaylik. Imkoniyatlarimiz o'sha xayri saxovatlarimizni qilib qo'yaylik. Muhtojlarning ko'ngillarini olaylik. Bir kun yo bir kun albatta mana shu savobli ishlarimizning o'ta katta bir mukofotini albatta Alloh tomonidan bizlarga qaytadi. Shunga ishonamiz, yurtimizda sahiylar, saxovat peshilar ko'paysin.
Buyuk taraqqiyparvar va ma'rifatparvar Is'hoqxon To'ra Ibrat millat hurriyati, farovon hayoti, saodati uchun hayotini baxshida etgan bu ulug' vatandoshimiz amalga oshirgan ishlarni, xayrli amallarni ko'z oldimizga keltirar ekanmiz, beixtiyor ko'ngilda faxr iftixor hissini tuyamiz. Yoshligidanoq ilmu ma'rifatga intilgan Is'hoqxon To'ra 1886-yili madrasani tugatib, To'raqo'rg'onga qaytgach, o'z faoliyatini qishloqda ma'rifat tarqatishdan boshlaydi. Maktab ochib, o'z davrining an'anaviy usulidan farqli va samaraliroq ta'lim uslubini qo'llashga harakat qildi. Bu maktab ba'zi kishilarning ta'siri ostida yopilgach, xorijiy yurtlarga sayohatga ketadi va arab, fors, hind, urdu va ingliz tillarini mukammal o'rganadi. Ilm o'rgatish ham ehson ekanligini anglagan Ibrat vatanimizga qaytgach, ilg'or pedagog sifatidagi faoliyatini yana davom ettira boshlaydi. 1907-yili o'z uyida yangi usuli Savtiya maktabini ochib, o'nlab qishloq bolalarini o'qitadi. Is'hoqxon To'ra Ibrat 1907-yili Orenburgga boradi va pulini 10 yil mobaynida to'lash sharti bilan litografik mashina sotib oladi. Uni katta mashaqqatlar bilan Orenburgdan Qo'qonga poyezdda, Qo'qondan To'raqo'rg'onga tuyalarda olib keladi va 1905-yili o'zi qurdirgan hammom o'rnida Matbai Is'hoqiya nomli bosmaxonani ishga tushirishga muvaffaq bo'ladi. O'quvchilar Ibratning o'z hisobidan tekin darsliklar, qo'llanmalar bilan ta'minlanadi. Shu orada kutubxona ham ochadi. Mazkur kutubxonada ta'lim-tarbiya va o'qitishga oid o'zbek, turk, tatar, rus, fors, tojik tillarida bitilgan ko'plab risolalar bo'lgan, qishloq aholisi ularni olib o'qigan, ilmu ma'rifatli bo'lgan. Is'hoqxon To'ra Ibrat 1908-yili Fotografiyai Is'hoqiyani tashkil qiladi. 1910-yili otasidan qolgan katta yerlarda To'raqo'rg'onliklar uchun istirohat bog'ini bunyod ettiradi. Ma'rifatparvar ajdodimiz bu ezgu ishlarning barini o'z xalqining ilmu irfonda ortda qolmasligini, jahon ilmi va madaniyatining ilg'or yangiliklaridan bahramand bo'lishini ko'zlab amalga oshiradi. Yangi O'zbekistonimizda buyuk taraqqiyparvar va ma'rifatparvar Is'hoqxon Ibratning xalqimiz ma'naviy-ma'rifiy yuksalishi yo'lidagi beqiyos xizmatlariga yuksak ehtirom ko'rsatilmoqda. Bu ehtirom ramzi sifatida uning nomi abadiylashtirildi. Namangan viloyatida Is'hoqxon To'ra Ibrat memorial majmuasi bunyod etildi. Ibrat maktabi tashkil qilindi. Zero Is'hoqxon Ibrat kabi buyuk bobolarimiz amalga oshirgan savobli ishlar qalblarimizda iftixor uyg'otadi. Ibrat olib yashashga, ezgu amallarini davom ettirishga undaydi. Muhtaram ustoz, bugungi suhbat, savollarimizga bergan javoblaringiz uchun yana bir bor tashakkur izhor qilamiz. Alloh taolodan xalqimizning diniy ma'rifiy savodxonligini oshirish, islom ma'rifatini tarqatish va tanitish yo'lidagi barcha sa'y-harakatlaringizda o'zidan ko'mak va yordamlar so'rab qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan xolis ehsonning mukofoti deb nomlangan bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ayni damda e'tiboringizni Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan yurt manzaralari sahifasiga qaratamiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda yana diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hoji Muhammad bobo Samosi 13-asr o'rtalarida Buxoro yaqinidagi Romitan tumanidagi Samos qishlog'ida dunyoga kelgan.
Xojagon tariqati yo'lidagi asosiy bilimlarini Hoji Ali Romitaniydan olgan va bu pirning xalifasi bo'lgan Samosiy hazratlarining o'zi ham ko'plab muridlarni tarbiyalagan. Hoji Muhammad bobo Samosiy 1335-yili Samos qishlog'ida olamdan o'tgan va ana shu yerda dafn etilgan. Hoji Muhammad bobo Samosiy ziyoratgohi ma'naviy va ruhiy quvvat manbai sifatida ko'plab ziyoratchilarni o'ziga jalb etib kelmoqda. Hozirgi majmua bugungi avlodni bir necha yuz yillar muqaddam shu joylardan o'tgan aziz u avliyolar bilan bog'lab turadigan maskanga aylanib qoldi.